boshqa 2025-yilda maxsus litsenziyaga egan Centrum Holidays'dan umra safariga borish nasib bo'ladi degan ukalarimizga har xil negativ kommentariy yozayotganlar uchun hozir videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalar, ichkariga olib kelib shart-sharoitlar, to'lovlar qanday bo'ladi, undan tashqari qaysi kunga reyslarimiz bor hamda har bir reyslar necha puldan bo'lyapti. Toshkentdan, Farg'onadan, Andijondan, Namangandan reyslarimiz bor. O'shaning uchun videoda o'tkazib olmasdan kuzatib olasizlar. Sizlarga kamerani uzmagan holda mana realni sizlarga ichkaridan olib kelib ko'rsatamiz. Bizning ofisimiz Marg'ilonda temir yo'l vokzalining yonida joylashgan. Mana Centrum Holidays bosh ofisimiz. Ichkariga kiradigan bo'lsalaring, ichkarida mana sizlarni mana shu operatorlar kutib oladi. Undan tashqari to'lov qilmoqchi bo'lsalaring, bu tomonda maxsus kassalarimiz bor. Bemalol to'lov qilsalaring bo'laveradi. Undan tashqari Mohirbek hozirgi paytda uka noyabr hamda dekabr oyida umra narxlari necha bo'lyapti? Qarang, videoda bugun boshqacharoq qilamiz. Bizning firma tomonidan ketadigan odamlarga qaranglar. Maxsus bejik, undan tashqari so'mka hamda jiketlar shular beriladi. Nimcha beriladi. Nimchalar beriladi. Undan tashqari o'z ketayotgan obunachilar bilan bo'yinbog' ham beriladi. Bo'yinbog' ham beriladi. Bo'yinbog' o'sha samolyotda uchib ketayotganingizda bo'yingizga qo'yib, maroqli dam olib ketishingiz uchun. Mohirbek endi hozirgi paytda noyabr oyida ko'rsatib berasiz. Noyabr oyida litsenziyalangan umra narxlari necha pul bo'lyapti? Hamda shart-sharoitlari qanaqa, qaysi kuni qatdan qanaqa reyslarimiz bor, narx-navolari necha pul bo'lyapti? Narx-navolar vodiylar narxini $1035 qilib qo'ydik. Toshkentning narxini $1020 qilib qo'ydik. $1020. Farg'ona Madina, Farg'ona Jidda, Namangan Jidda, Namangan Madina. Ya'ni primoy reyslarimiz bor. Toshkentdan Toshkent Madina reyslarimiz bor. Bo'lmasam, birinchi shart-sharoitni gaplashaylik. O'zi 14 kun davomida 3 kun qayerda bo'ladi, 10 kun qayerda bo'lishadi, mehmonxona, oziq-ovqat, 50 bosh xizmati, undan tashqari yana sayohatlar ham bormi degan savollar bo'lyapti. Shularga to'liqroq ma'lumot, keyin to'lovlari qanaqa bo'ladi, shularni aytsangiz, endi qaysi kuni necha pul bo'lishlarini quyida pastda nomer qoldiramiz. U ma'lumotlarni bemalol telefon qilib, diyoringizdan oldim desalaring, xudo xolasa aytilgan narxlardan ham bonuslar qilib berishadi. Mohirbek, bizda standart paket bo'ladi aka. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'lishadi. Xo'p. Madinada gastiniy oralig'imiz 100 metrdan 300 metrgacha. Makkada esa 1,5 kilometrdan 2,5 kilometrgacha. 24 soat avtobus qatnovlarimiz bor, mutlaqo bepul aka. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taom beriladi, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taom beriladi. Malakali liboshimiz billa ketib, billa keladi. Xulosasi 14 kun davomida sayohat ibodatlarga olib chiqishadi. Madina sayohatda Ravza, Qur'on bosmaxonasi, qolgan sayohatlar o'z ichiga oladi. Makka sayohatda umra amal, Qizil dengiz, undan tashqari 2 marta umra amal qilish nasib qiladi. Toyibga ham sayohatlarimiz hammasi o'z ichiga oladi aka. Akalar, mana shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, ota-onalaringni, aka-ukalaringni yo do'stlaring bilan bormoqchi bo'lsalaring, niyat qilib qalblaringdan jichcha bo'lsa ham o'tgan bo'lsa, bittadan like bosib, kommentariyaga bitta yaxshi fikringizni bildirib qolib ketsangiz, bu narsa bizga motivatsiya bo'ladi. Ya'ni bu video ko'proq odamga yetib borishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Bitta like ketadi, qo'llaringizni bosib bersalaring bo'ldi. Endi qarang, ko'pchilik mehmonxona uzoq yaqinligini so'raydi-da. O'rtacha Madinada yo Makkada mehmonxonaning uzoq yaqinligi qancha? Madinada 100 metrdan 300 metrgacha. Hop, demak yaqin. Makkada esa 1,5 kilometrdan 2,5 kilometrgacha. 1,5 kilometrdan 2,5 kilometrgacha. Endi uni sababi nimaga deb ko'pchilik so'raydi-da. Ko'pchilik so'rashi sababi chunki Madinaga nisbatan Makkada odamning oqimi juda ko'p. Xuddi shunaqa. Bir vaqtda o'zida adashmasam bir O'zbekistonda yarmicha bo'lmasa ham bitta 2-3 ta viloyatda odamni bitta shahardan o'zida jam bo'lganiga mehmonxonalar ulgurmaydi. Tabiiy holatda, fizik holatda ulgurmaydi. O'shaning uchun mana bu bola ham aytayapti, 1,5 kilometrdan 2,5 kilometrgacha. Ya'ni 1,5 kilometrga ham tushib olishingiz mumkin. 2,5 peshana bozor. Bo'lmasa 2,5 kilometrga. Lekin deyaptilar, mehmonxonadan chiqishadigan bo'lsa, aka deyaptilar, 24 soat avtobus xizmati bor. Avtobus konditsioner bilan jihozlangan. Ya'ni bitta borishgan 10 minutda borishadi, adashmasam. Avtobusga chiqasiz, 10 minutda Makkada bo'lasiz. Makkada bo'lasiz, adashib ketdim. Avtobus xizmati ya'ni bor. Ya'ni umuman charchoq degan narsa bo'lmaydi, xudo xohlasa. 50 bosh xizmatiga, ya'ni payg'ambarimiz o'zlari aytganlar, 3 kishi bitta joyga sayohatga chiqadigan bo'lsa, bittalaring yo'lboshchi bo'linglar deyishgan. O'shaning uchun bizda yo'lboshchi, ya'ni 50 boshi bor. O'sha sizlarga umra amalni qanaqa qiladi, yo'l yo'riqlarini ko'rsatib beradi. Xuddi shunaqa. Ko'rsatib. Endi oziq-ovqatlar qanaqa bo'lyapti? Madinada 2 mahal o'zbek milliy taom, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taom. Faqat o'zbek milliy taom qo'yiq suyuq beriladi. Endi ko'pchilik Qur'on bosmaxonasiga kiramizmi
kirmaymizmi ana shunga savolga javob beringlar deb yozishibdi. Qur'on bosmaxonasiga xudo xohlasa ishlayotgan bo'lsa davlat tomonidan olib kirishyapti aka. Hammalari olishyapti xudo xohlasa. Telegram gruppalarimiz bor. Qo'shib qo'yamiz. Shu yerda misol o'zida ota-onalarni jo'natsa ham ko'rib turishadi. Ko'rib turishadi. Har kuni xudo xohlasa videolar hamma yoqlar tashlab turiladi. Hamma yoqdan ogoh bo'lib turasiz, to'g'rimi? Tushunaman. Xudo endi o'sha Qur'on bosmaxonasiga kirish-kirmaslik endi bularni qo'lida bas, o'sha Saudiya hukumatida adashmasam haftada 3 kun ishlaydi, to'g'rimi? Agar ishlash kuniga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsalaring kirasizlar. Agar u kunga to'g'ri kelmaydigan, qanaqadir ishlar bo'lib, dam olish yopiq bo'lib qolsa, iloji yo'q, kira olmaysizlar. Xuddi shunday. Xudo xolasa akalar, qisqacha mazmunli zo'r obzor bo'ldi o'ylayman. Narx-navolar aytib o'tganimizdek $1020 Toshkentdan, Vodiydan kelaman desa, nech pul dedik? $1035. $1035 akalar, narxlar xudo xolasa ancha yaxshi. Qolganlar bilan solishtirib olsa, lekin bizniki maxsus litsenziyasi bor Central Holiday. Ya'ni o'sha O'zbekistonda sanoqli litsenziya olgan firmalardan biri bo'ladi. Akalar bemalol aloqaga chiqib, bizning nomimizdan olsalaring, xudo xolasa bonuslar qilib berishadi. Sog' bo'linglar.